Boburnoma o'zbek namunaviy adabiyotidagi bebaho asarlardan. Unda O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, jug'rofiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar bor. O'sha davr o'zbek adabiy tilining yorqin namunasi ekanligi esa yanada muhimroqdir. Zahiriddin Muhammad Boburning memuar asari Boburnoma nafaqat milliy adabiyotimizning noyob durdonasi, shuningdek jahon adabiyotining nodir namunalaridan biri sanaladi. Ushbu qomusiy asar 30 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Bobur va Boburiylar sulolasiga oid bebaho manbalar jahonning 70 dan ortiq muzeylarida saqlanmoqda. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining tayanch doktoranti Yulduz Zayniyeva shoh va shoir Bobur Mirzoning bebaho asari Boburnomadagi izofli birikmalarning ingliz tilidagi tarjimalari, ayni kunlarda qilinayotgan ilmiy ishlar haqida ma'lumot berdi. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur asari Boburnoma butun jahon adabiyotiga juda katta hissa qo'shib kelgan. Nafaqat adabiyotga, balki geografiyasiga, tarixiga. Unda juda ham ko'p noyob ma'lumotlar kiritilgan. Shulardan 18-19 asrlarda g'arb olimlari Boburnomani tarjimasiga juda katta qiziqish bildirib tarjima qilishni boshlashgan. Aslida o'zi Boburnoma Bobur hayot davomida u fors tiliga tarjima qildirtirgan. Boburnoma asarida juda ham ko'p izofiy birikmalar bor. Izofiy birikmalar o'zbek tilida tadqiqot olib borilgan, lekin uni inglizcha tarjimalar qanaqa ekan degan savol turgan va u haligacha tadqiq qilinmagan. Biz o'sha Boburnomadagi izofiy birikmalarni yig'ib, lug'at shakliga keltirib va uni ustida tadqiqot olib bormoqdamiz. Juda ham ma'lumotlarni ko'rganimizda, tarjimalarni ko'rganimizda juda ham ba'zi joylari bor ochib berilgan, ba'zi joylari ochib berilmagani, ba'zi joylarda hattoki sal mazmunan xatoroq tarjima ketganliklarini ham guvohi bo'lmoqdamiz. Juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan Boburnomada. Hozir o'sha guruhlarga bo'linib, misol uchun izofiy sabab ma'nosini bildiruvchi izofiy birikmalar, payt ma'nosini bildiruvchi izofiy birikmalar, o'rin joy ma'nosini bildiruvchi izofiy birikmalar va hayvonot, nabobat olami nomlari izofiy birikmalarini ko'rib, uni tahlilini qilib chiqmoqdamiz. Izofa bu qo'shimcha degan ma'noni bildiradi. Fors tillarida, arab tillarida izofiy birikmalar juda ko'p uchraydi. Bizning tariximizdagi klassik adabiyotlarimiz juda ham ko'p ularning ta'sirida bo'lganligi uchun, o'sha paytlarda fors tili, ilm-fan tili bo'lganligi uchun, albatta bizning mumtoz adabiyotlarimiz juda ham ko'p izofiy birikmalar uchraydi. O'shalardan misol uchun hayvonot olamini tasvirlayotgan paytda hoki obi deydi. Hoki obi bu ya'ni suv sheri tarzda tarjima berilgan. Inglizlar uni Waterhog tarzida bergan. Susanna Beveridge va John Leyden va Erskine Waterhog tarzda tarjima bergan bo'lsa, tekstni esa uni Dolphin tarzida tarjima bergan. Lekin agar qarasak, Dolphin bu suv cho'chqasidan 3 marta katta, u umuman boshqa hayvonligini ko'rishimiz mumkin. Bog'i bo'ldi so'zi, ya'ni o'rin joy ma'nosini bildiruvchi bog'i bo'ldi. Ya'ni biz bilamiz, Amir Temur davridan bog' qurish juda ham yaxshi odat bo'lgan. Bobur ham juda ham ko'p bog'lar yaratgan va o'sha bir necha bog'lar nomlari tilga olingan Boburnomada. Misol uchun bog'i bo'ldi. Bog'i bo'ldi, agar uni izlanganimizda bo'ldi bu mukammallik ma'nosini, yetuklik degan ma'noni bildirar ekan. Susanna Beveridge o'z tarjimasida bog'i bo'ldini perfect garden deb bergan. Bu to'g'ri tarjima. John Leyden esa bog'i bo'landi deb tarjima bergan. Tekstin esa tarjimasida bog'i do'ldoy tarzida tarjima bergan. Va biroz tarjimadan chekingan. Do'ldoy bu umuman ismga nisbatan berilganmi, umuman sal cheklangan. Demak, bizda ko'rishimiz mumkinki, Boburnoma necha asrdan beri o'rganilayotgan bo'lsa ham, hali ham uni to'liq o'rgandik deb ayta olmaymiz. Uni inglizcha tarjimalari bir necha marta 30 tilga tarjima qilingan, 16 marta ingliz tiliga tarjima qilingan. Biz hozir o'shalardan eng keng tarqalgan 3 ta tarjimasi ustida ish olib bormoqda biza.